10 sotik yerden qancha akça tapsa olur. Kelingizler, bunlarni ko'rsataylik. Pomidorlarni qarangizlar, hozir biz sortlarini tunida, kunida ishlay turgan bog'bonni oldiga keldik. Kelingizlarchi. Bog'bon, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Allah razı olsun. Sizler. Kichkina elimizga, yurtimizga, Qirg'izistonga bir motivatsion kichkina bir ma'lumotlardan beraylik. Qirg'iziston akça abdan cho'ng yer. Bu yoqda kichkina ele mehnat qilib, abdan cho'ng akçalar tapsa bo'la turgan ishlardan kichkina ulashaylik. Alarda Rossiyada, boshqa yerlarda ko'pchilik yurib ishlab yurishadi. Alarda kelib shu ishlarni qilsa bo'lavi qanday olur? Ma'lumotlarni bering. Qirg'izistonda dehqonchilik qilsa yaxshi, o'ta so'ng akça topsa bo'ladi. Mehnatni qilish kerak. Birinchidan mehnatni qilish kerak. Mehnatni qilsak beradi akçasini. Hozir buna pomidor sorti qanday pomidor? Bu pomidor sorti Ladjayn degan sort. İnternetke yazıp ko'ringizlar. Bu sortu bile turganlar kommentariyalarga yazıp qo'yg'inglar. Eğer bu sortdan da yaxshiroq sort sunishlar bo'lsa, ani da yazıp qo'yingizlar. Lichno o'zi kirib, o'qib javob berib qo'yadi. Ol Qirg'izistonda bunday hit bo'lib atgan sort dehqonlar arasida. Maşallah. Dehqonlar arasida. Ana любительler bilaveradi. Dehqonlar arasida shu sort yaxshi. Bu bir joydan qattiq bo'ldi. Shirin bo'ladi. Ana go'shti deb qo'ysa, sochni. Gramı qanchagacha bo'lib qolishi mumkin? Gramı средний 250-300 gram. Ha o jetpey daha kalışı mümkün, odan da Qarashqa qaraydi. Qaraganga qaraydi. Biroq o'ta neme? Bunday Satusi jengil bo'lgan, satusi yaxshi, bayaqi ходовой sort deb qo'yamiz. Bo'ldi. Magazinlarga oladi. Основной magazinda ushul sortlar. 10 sotik yerga orinchirovshlar qancha tup pomidor eksa bo'ladi? Qancha botib ketadi? 10 sotikka texnologiya bo'yicha o'zi 3000 gacha. 3000 gacha egiladi. Gektariga 30 minggacha egiladi. Onda biz 3000 gacha eksek, biz 3 kilogramdan alsak 10 tonna. Plus minus 10 tonnani biz 30 so'mdan sotaylik. Ani o'zingizlar hisoblab yozingizlarchi qancha so'm bo'ladi ekan? Ha? Ko'ramiz kim to'g'ri topdi. Bu orta Allah bersa ko'p bo'lib ketadi. Mehnatga jarashga. Ana может az bo'lib qolishi mumkin. Biroq sredniy sena shunday chiqadi. Maga qiziq bo'lib jatgan narsa 10 sotik yerga mana teplitsadan, mana ko'rib jatganingizlardan 9-10 shtuk jasab qilgan ekan. Bu teplitsani ne xosiyati bor, ne foydasi bor, ertaroq qilib beray, ne bo'ladi? Shuna ma'lumot berib qo'yaylik shu o'yinchada. Bu teplitsa, bu холодный teplitsa. Birinchi ele o'chida bu biz tovarni kачествоga chiqamiz. Закрытый teplitsada. Ikkinchidan biz tezroq pishadi. Üçüncüden mana ichida yaxshi klimat bo'ladi tag'in. Mana o'zi pomidor o'zida yaxshi o'sadi. Shamol bo'lsa aymalmaydi. Issiq sovuqda kunga kuymaydi. Sinmaydi. Yaxshi bir bayaqi yosh bolamiz qarab o'stirganda ele, ehtiyot qilganda ele o'sib. Biz yaxshi qaraganday bo'ldi. Bu teplitsani foydasidan kichkina olsa da ertaroq bo'ladi. Ertaroq kilosi Qancha kun? Открытыйga qaraganda biz bir oyda tez chiqarsak. Bir oyda. Ko'ngil burib qo'yingizlar. Bu narsani 1-2 sotik bo'lsa da qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'laveradi. 1-2 sotik. Bizga chalsa biz uyratamiz. Bekar. Maşallah. Bekar. Biz altımızdan çalыңızlar, nomerlerini koyup bereriz. Bunlarni guldab jatganlarında ko'ngil burib qo'yingizlar. Eğer pomidor menen ishlab jurganlar bo'lsa, bu qachonga bishib qoladi? Bu iyunning 10-15iga pishadi. Daha bir ay bor. Ha bu pomidor ko'chat urug'idan boshlab 5 oyda yetilar. 2 oy ko'chat rassada da turadi. 2 oy o'tirgandan keyin egamiz nima yerga. Bu 2,5-3 oyda pishadi. O'shanda bir 4,5 oy 5 oy ketadi. Maşallah. O'shanda ketadi texnologiya. Eğer maması menen ishlashim deganlar bo'lsa da, chalingizlar, foydalaningizlar. Bu lichna bog'bonda o'zini ele nomeri o'rtada posrednik boshqa narsa yo'q. Biz o'zimizni o'nugishdi harakat qilib jatgan bog'bonlarni ko'taraylik, qo'llab qo'yaylik. O'shanda jashoda yaxshi bo'ladi, xursandchilikda bo'ladi, abdan yaxshi bo'ladi. Darımız bog'bonchilik bo'yicha. Darımız qovun, pomidor, kapusta, badran, kukuruz, ukrop,
көкчөп бар го, зел бардыгынан чалсаңыздар болот. Үйрөтөбүз. Maşallah. Өзүбүздөн өндүрсөк, özүбүздө акчалар калат да. Oşonday. Тез өнүгөбүз. Biz özümüzde kiçine olsa da Kırgızistan hazır kanday önügüp ketip jatat, abdan tez önügüp jatat. Kiçin olsa da özümüzde salımımızı koşup kalaylık. Bu dekan bağbandarda elibizge bilgenimi bolsa da aytıp, üyretıp bolsa da salımıma koşup kalayın dep biz de bularda hareket kılıp jatışat. Bu kılıp jatkan hareketlerimizi kiçine bağlap koyunuzlar. Biz de kursan bolabız. Sizler için Allah'ın razı olsun. Dağınam hareket kılıp motivasyonlu, paydalı videolar tartkanı hareket kılavuz. Kursançılıklar olsun. Assalamu